20 olmaylar, umuman bo'lmaydi, ishlatishga yaramaydi deydigan tanishlarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Ishlatsa bo'ladigan, haqiqiy originalni olib kelganlar maza qilib baraka topib yildan yilga ishlatishib yotibdi. Mana bizdan olayotgan mijozlarimiz bizdan davolang, ya'ni minnatdor, duo qilishib ishlatishib yotibdi. Mana bu Narkil kelgan 2025-yilda kelgan original Domper 2 kilovatligi, sifatlari juda ham mustahkam bo'lgan. 12 litrgacha simesi, soatiga 20 litrgacha simesi muzqaymoq beradigan, tablolarida muzqaymoqni sanaydigan, oddiy 220 ga ishlaydigan, original bo'lgan, motorlari ham original qo'yilgan frezerimiz. Ikkinchisi bu 2026-yil variant, qozonlari muzlatadigan, utublet qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Qozonlari utublet qildirganmiz. Bu yana bitta qulayligi vozdухli bo'lib kelgan, mana ko'rishingiz mumkin. Vozdухli varianti, vozdухlikni tushunadi. Bu soatiga 308 kilovat tok tortadi, keyin ekonomik rejimga tushadi. Sifatlari juda ham mustahkam, soatiga 30-35 litrgacha frezerni muzqaymoq qilib chiqarib bera oladi. Ma'lumot olish uchun ekrandagi nomerlarga aloqa qilsanglar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Narx-navolari O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Narx-navolarni bilish uchun telefon raqamlarimizga telefon qilinglar. Videomizga bir dona like bosib, kommentariyaga frezer bilan shug'ullan, ya'ni muzqaymoq bilan shug'ullanaman deydigan do'stimizga videomizni yuborib qo'yasizlar.